Ozo. Alisan, bu senga. Rahmat. Wow! Rahmat. Senga esa mashinalar olib keldim. Sen yaxshi ko'rgan mashinalar. Rahmat, xolajon. Ozo, yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshimi? Ha. Nima qilarding ovora bo'lib? Olib kelsam, shirintoylarimga olib kelyapman-a? Senga olib kelmasam kimga olib kelaman? Ha, buni olib qo'y. Yo'q, unaqa qilma. O'tgan safar ham bergansan, Nilufar. Rahmat. Yaxshiyam borsan-a. Ozo, esingdami ko'p aytarding. Farzandlarim ko'p bo'lishini xohlayman, shiringina oilam bo'lishini xohlayman deb. Men esa faqat yaxshi o'qishlarda o'qiyman, qimmat mashinalar minaman deb niyat qilardim. Qara, amallar niyatlarga bog'liq ekan. Dugonajon, siqilma. Xudo xohlasa, senga Xudo farzand beradi. Men har kun duo qilyapman. Senga sovg'am bor. Bir yildan beri shu gapni aytasan. Qanaqa sovg'a o'zi? Vaqt kelsa ko'rasan. Qani bolalar, xolajonga nima deymiz? Rahmat, rahmat. Kelasan-a? Yaxshi boringlar. Yuraver. Ko'rishguncha. Ko'ngil ufqqa intilar. Cheksiz orzu Alo, umidlar. Ozoda yaxshimisan? Bolalar bugun bog'chaga borishmadimi? Nilufar, o'zi senga telefon qilaman deb turgandim. Tabriklar, farzandli bo'ldim. Umri bilan bergan bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat dugonajon. Nasib bo'lsa bugun chiqmoqchimiz. Kelsang xursand bo'lardim. Yakkasaroydagi 8-to'rxonadamiz. Albatta boraman. Shunday kunda yoningda bo'lmasam qachon boraman? Faqat kuyov bilan birga kelgin, xo'pmi? Xo'p, bo'ldi. Hoziroq boramiz. Birga boramiz. Musibat yetgan chog'da zaif titrab qolamiz. Bu hayot dengizida biz misli bir tomchilar. Har tomchi amalidan dunyo to'ri to'qilar. Bir kam dunyo shod xurramlik g'am qayg'u unda birga turar. Dugonajon, go'zalim. Tabriklayman. Rahmat. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Umr bilan bergan bo'lsin. Ko'raman hidlarini. Tabriklayman. Dugonajon. Senga anchadan buyon tayyorlab yurgan sovg'amni bugun bermoqchiman. Qanday bo'larkan Ozoda? Nilufar necha yildan buyon tirnoqqa zor. Qolaversa, qiyomatli dugonam bo'lsa, bitta dugonam dadasi yo'q demang iltimos. Uni ko'rib o'zim ezilib ketyapman. Nilufar bolalarni juda ham yaxshi ko'radi. Ko'rasiz-ku, bolalaringizga uni buni ko'tarib kelaveradi dadasi. Iltimos, mana shu bolamni Nilufarga beraylik. Xudo xohlasa Alloh bizga yana farzand beraveradi. Tushunaman. Og'ir, qiyin, lekin dadasi savob uchun. Dugonang baxt uchun. 9 oydan buyon mana shu farzandni sen uchun ko'tarib yurgandim. Endi bu seni bolang. Allam bor aytib beray bu bolam. Yetti daryo yuvsa ham ketmas dog'im bor meni. Nakas otgan Sen menga ne'mat berding. Butun dunyo berding. Ona bo'lganing bilan tabriklayman. Endi sening farzanding bor. Rahmat senga. Bizni ham sizlarga kichkinagina sovg'amiz bor. Javlon aka, Ozodaga juda ham rahmim kelyapti. Bechora qiynalib ketdi. Bir xonali uyda ijarada o'zi 3 ta bolasi bilan uning ustiga homilador. Keling, yordam beraylik, yo'q demang. Axir bizga Alloh beryapti-ku. Pulimiz bor, qurbimiz yetadi, boymiz. Shularga uyoq beraylik. Gaplaring to'g'ri. Unda bunday ish qilamiz.
Oxirgi olgan uyimiz bor, Sunrise City'dan. To'rxonali uy oldik. Yana bitta o'sha uydan olamiz. Do'koning uchun. Rostdan. Qo'shni bo'larkanmizda. Albatta. Maza qilib, borib kelib qilaverasan. Bolalarni ham har doim ko'rsang bo'ladi keyin. Rahmat. Boringizga shukr. Endi ijarada yashamaysizlar. Shaharning qoq markazidan to'rxonali uy oldim. Sizlar uchun. Mana birga qo'shni bo'lib yashaymiz. Rahmat dugonajon. Dardkashim sen bolam